Assalamu alaikum. Qadrdan qarindoshlarım, aziz vatandoshlarım, men Roshan Abbasdan hammalarga qizg'in salomlar. 21. yüzyılın bugungi kunida uçur ve madaniyat dunyoviylashgan bugungi kunda vatanimiz Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib turgan Xitoy hokimiyati xalqarodagi har qanday bir qonuniy nizomlarni ko'ziga immagan asosda vatanimizdagi xalqimizning ijtimoiy insonlik haq huquqlarini dafsanda qilib qolmay, eng aqalli bo'lgan bir odamning yashash haqqiga, ya'ni insoniyligimizga tajovuz qilmoqda. Bugungi beshimizda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va rahbarlarimiz bo'lgan har bir harakatimiz millatimizning yo'qolib ketmasligi uchun, mavjudiyatimizni saqlab qolishimiz uchun qilinayotgan har bir mücadelemiz mustaqilligimizning asosiy roli, ozodligimizning hozirligi shart sharoitidir. Vatan qon yig'layotidi. Sharqiy Turkiston xalqi zor ichida. Tashkilotlarimiz yanada mustahkam turib, rahbarlarimiz bilan davomli birlikda hammamiz bir ovoz bo'lib, birlikda qadam ilishimiz hammamiz uchun bir majburiyat. Bugungi kunda kelgusi avlodlarimizga, istiqbolimizga bo'lsa bir mas'uliyat. Bu vatan hammamizning. Bu da'vo hammamizning. Xuddi 5 vaqt namozni hech kim uchun o'qib qo'yolmaganidek, xuddi ibodatlarimizning savobi faqat o'zimiz bilan bo'lgandek, bu da'voni hech kim biz uchun qilib qo'yolmaydi. Hammamiz hamma tarafdan qo'limizdan nima kelsa shuni qiladigan vaqtimiz. Qo'limizdan nima kelsa hammamiz shuni qilishimiz shart. Zafarlar yangrıgan yıllar şuna gururda sayraydı tıllar vatanim sen can din aziz şuna gururda sayraydı tıllar vatanim sen can din aziz vatanim sen can din aziz. Şeytanlar topa salsa eşimga Gözini alaysa tağı teşimga Yana cabalar, cudullar ara Vatanim sen can din aziz Hürmetler bilen ak bulsa para Canlar kinli dil bulsa yara Nimeler kelse kelsun dışımga
Canım sen can